Bitta xabarga ko'zim tushib qoldi do'stlar. Rostmi, yolg'onmi, to'g'risi bilmayman. Yaqinda maklerlarni sun'iy intellekt shakli ishga tushar ekan. Bu qanaqa ishlaydi desanglar, sizlar o'zingizlar haqidagi ma'lumotlarni sun'iy intellektga berar ekansizlar. Men shunaqa odamman, shunaqa ish qilaman, shunaqa kvartira kerak deb. Keyin maklerskini oldindan to'lar ekansizlar. Agar sizlarga sun'iy intellekt kvartira topib bermasa, pulinglarni qaytarib berar ekan. Xo'p, sizlar depozitga pul qo'ydinglar, o'zingizlar haqida ma'lumot berdinglar, nimadir xato bo'lsa pulinglarga kuyasizlar va sizlar haqingizda sun'iy intellekt uyi bor odamlarga xabar yuboradi. Mana shunaqa klientlar bor, senga to'g'ri keladi degan. Keyin u sun'iy intellekt uyni egasiga ham taklif berar ekanki, shunaqa o'zimiz kamerani o'rnatsang, sun'iy intellekt kamerasini, uyingni nazorat qilaman. Nechta odam yashayapti, uborka qilyaptimi, tozami, notozami, hammasi haqida detallar bilan, videolar bilan isbotlab yuborib turar ekan, ma'lumot berib turar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Sizlarga shu narsa qulaymi? O'zimizni maklerlar sizlarga qulaymi yo mana shu sun'iy intellekt kerakmi? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar.